Azizjon aka, samarali trening qanday bo'lishi kerak? Trening o'tkazish shunchaki odamlarni yig'ib, ma'ruza yoki qandaydir leksiyalardan iborat bo'lishi kerak emas. Agarda trening to'g'ri tanlanmasa, bu vaqt, resurs va albatta mablag'ni ketishiga olib keladi. Quyidagilarni samarali trening o'tkazish uchun misol qilishimiz mumkin. Birinchi, o'sha trening maqsadini aniq belgilab olish zarur. Treningdan keyin xodimlar nimani o'rganadi? Nimalar ular uchun muhim ko'nikmalarni aniqlay olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi, xodimlarning ehtiyojini bilishimiz zarur. Buning uchun xodimlar bilan gaplashib, ular qiynalayotgan muammo, masalalarni o'rganib, shundan keyin trening tanlashimiz zarur bo'ladi. Uchinchi, quruq nazariy emas, amaliy mashg'ulotlardan foydalangan treninglarni olishimiz zarur bo'ladi. To'rtinchisi, treningdan keyin natijalarni kuzatishimiz zarur, feedbacklar olish va o'rganilgan bilim ko'nikmalarini so'rab turishimiz zarur bo'ladi. Beshinchi, trening qiziqarli qilinishi zarur bo'ladi, chunki uzoq leksiyalar yoki uzoq matnli treninglar ko'pchilikni qiziqishini so'ndiradi. Shu sababdan ham trening tanlayotganda mavzu va materialga e'tiborli bo'lishimiz zarur. To'g'ri tashkil qilingan trening nafaqat bu bilim, balki kompaniyaning rivoji uchun vosita ham hisoblanadi.